Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgaman. Do'stlar, xo'sh do'stlar, bugungi video sizlar bilan birga biza mana shu level ya'ni mana shu level ochgan sari orolni ham ochadi degan level oshgan sari orol oshadi degan videoni olamiz bolalar. Men orol qilmayman, ya'ni orolni ochmayman bolalar, просто video qilaman. Ya'ni xullas orol ochmaymiz. Narga orolga bormaymiz xullas. Men bu kimga o'xshaydi kommentariya yozib qoldiringlar. Men hozir sundukdan narsa oldim. Endi sekin bolalar daraxtlarni ham ko'la olamiz. O'zingizlarda nima gap bo'ldi? Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi do'stlar? Xullas biz ham yaxshi, har kun mana video chiqaryapmiz. Kecha video chiqdi, bugun video chiqdi. Sizlar bolalar like, comment tarqatib tashlanglar. Albatta har kuni video chiqadi va videolarimiz soni to'xtamaydi va ko'payib boraveradi. Xullas do'stlar, meni videoyimni ko'rishadi, lekin nimaga like hamda kommentariya qilmaysizlar bolalar? Albatta video ko'ryapsizlarmi? Srazu like bosish kerak, kommentariya yozish kerak. Kanalga obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish kerak bolalar. Biz sizlar uchun mehnatdan to'xtamaymiz. Sizlar ham like bosib videoni ko'rib obuna bo'lishdan to'xtamanglar. Xullas bu yerga yetolmas ekanman. Давайте narga sinab ko'ramiz. Okey. Qildim. Okey. Давайте sekin pastga tushamizmi deyman deb bolalar. Hozir crafting table yasaylik. Crafting table. Birinchi taxta yasaymiz, keyin taxtadan cho'p, keyin okey. Hozir yasoldim. Okey, taxta yasaymiz, endi crafting table. Okey, endi crafting table'ni sekin mana bu qo'yib qo'yamiz. Bolalar qo'yib qo'yamiz sekin mana bu yerga. Qanaqa qo'ysam bo'ladi? Xullas crafting NPC bolalar. NPC nima qilamiz? Xullas do'stlar, crafting table qo'ydim. Xullas endi bizga kirka yasashimiz kerak, lekin kirka uchun bizda ani yo'q. Bolalar, kirka yasash ko'rsatib qo'ymabdi. Okey. O'zim yasa olaman. Birinchi taxta yasa olamiz daraxtdan. Endi bo'lmasa sekin taxtadan cho'p qo'yamiz. Hozir sekin ikkita cho'p qo'ya olamiz bolalar. Endi ikkita cho'p qo'yib bo'lgandan keyin sekin bitta kirka yasa oldik. Endi sekin bolalar pastga tushib ketamiz. Sekin pastga tushib ko'lab ketamiz bolalar. Sekin. Bolalar, hozir sizlarga bitta anonni aytaman. Bolalar, nimaga meni videolarimni ko'rasizlar и like bosmaysizlar bolalar? Просто video ko'rasizlarmi? Nima qilish kerak? Like bosib qo'yish kerak обязательно bolalar. Like bossanglar, men hech qanaqa pul topmayman, hech nima qilmayman bolalar. Xullas, kanal rivoji uchun like bosish kerak. Bilasizlar, o'zimning obunachim yo'q, vashi kam. Shuning uchun ham bolalar, obunachimni ko'tarish maqsadida, mashhur bo'lish maqsadida ochganman bolalar просто. Shuning uchun sizlar bu uchun albatta podдержка qilishinglar kerak. Menimcha buni ko'lashga hozir bermaydi. Qani ko'lab ko'raveraylikchi. Da aytganimda bermanishdimi? Xullas do'stlar, sekin menimcha tepaga ham chiqaversa kerak-da. Sekin tepaga chiqamiz. Xullas hozir nima yasasak bo'ladi? Hozir sekin bitta toshli kirka yasa olamiz bolalar. Toshli kirka yasasak yana pastga tushib ko'p narsalar aniqlamiz hozir. Sekin pastga tushib ketamiz. Men bu bolalar tarjima qilib yuboringlar mana shuni. Hozir bu yerda otni spawn bo'ladi. Nimadir topishing kerak edi otni bolalar просто. Lekin men qidiraman, lekin bolalar просто topmasam ham agar bolalar ko'p like, ya'ni ko'p odam ko'radigan bo'lsa bu videoni, albatta bolalar narga orolga keyingi videolarda sayohat qilib ko'ramiz. Ham bolalar mana shu narsa qidirib ko'ringlar, menimcha bu yerda hech nima yo'q.
Xullas bolalar, sekin menimcha pastga tushib ketamiz. Sekin mana qayerdan, mana shulardanmi sekin pastga tushib ketsa bo'ladi bolalar hozir. Hozir bitta bola time lapse sekin pastga tushamiz bolalar, давайте. Xullas do'stlar, mana sekin chiqib oldi. Endi bolalar nima qilamiz? Xullas mana men Jitil bilan gaplashdik. Xullas bu nima deyapti bolalar, tushunib bo'lmayapti. Xullas bu aytayotdiki nimadir top. Bolalar. Xullas men harakat qildim, ko'rdinglar, prosta topkim keldi, lekin topmasa ham mayli. Xullas do'stlar, endi men bolalar daraxtlarni bitta ko'la olsa normal bo'lardi bolalar. Hozir bitta daraxt ko'la oling bolalar. Ko'la olamiz sekin bitta daraxtlarni. Daraxt ko'laymiz keyin. Bolalar sekin bitta pastga tushib olsak ham yaxshi bo'lardi ekan. Sekin pastga tushib olamiz. Bu karta bolalar, bu o'yinning kartasi Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanalim albatta. Silkasini kommentariyada qoldirib qo'yaman. Kommentariyaga kirasizlar, Telegram kanalim topasizlar. Telegram kanalimga o'tgan video hamda bu videodagi kartalari, ya'ni shu o'tgan video va bu videodagi kartalar bo'ladi. Shu Minecraft kartalari. Eslatib o'taman bolalar. Bu video, ya'ni o'tgan videodagi kartalar faqat 1.21 versiyaga tushadi bolalar. Boshqa versiyaga tushmaydi. Yana menga yozib o'tirmanglar. Bu karta ishlamayapti, yana bir bor oladi. Maslaga aytayapman, hozirdan bu kartalar 1.21 versiyaga tushadi, boshqa versiyalarga tushmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. Shunaqa gap. Xullas do'stlar, biz endi sekin menimcha hech nima topolmadik. Sekin tepaga chiqsak ham bo'laveradi-yu menimcha. Yoki ozgina qidirib ko'ramiz. Sekin qidirsak ham normal-yu bolalar. Sekin qidirib ko'ramiz. Albatta chiqsa yaxshi, lekin chiqmasa bolalar bilmayman. Xullas mayli. Valloh hozir sekin tepaga chiqsak ham bo'lardi, mayli. Qani qidiravering bolalar. Baribir hozir bu yerda hech nima chiqmaydi. Kirka ham sindi mana. Valloh hozir bitta kirka soling. Versiyaga yasayman va bitta kirka. Bitta toshli kirkasi olamiz-da hozir. Mana bitta kirkasi ichi bolalar. Okey, tosh qo'yamiz va bundoq qilamiz, bundoq qilamiz.
Kirkamiz ham tayyor bolalar. Sekin qo'laymiz. Birinchi eskisidan qo'laymiz. Sekin qo'laveraylik bolalar. Menimcha kirkam ham sinadi va bizni bu yerdan suramiz ham. Qani singancha qo'laychi, balki nimadir chiqib qolar. Qani ko'ramiz bolalar, narsa chiqsa yaxshi-da. Xullas do'stlar, keyingi videolarimiz qanaqa bo'lsin yozinglar kommentariyaga. Va men ham o'shanaqa videolar chiqarishga harakat qilaman bolalar. Mana sekin kirkamiz ham sinay deb qoldi va biz sekin qani ko'raylik, pastga tushaveramiz, pastga tushaveramiz bolalar. Yana sekin pastga, endi bu yoqqa qarab aniqcha qo'laymiz bolalar, qo'laveramiz. Yana xullas kirkamiz ham sindi, mana endi sekin tepaga chiqib ketamiz. Bolalar, videomizda kimlar qatnashsin bolalar? Men hozircha o'zim video olyapman, ya'ni boshqa odamlar ham qatnashishi mumkin-da videomizga, agar xohlasanglar. Ya'ni blogerlarni taklif qilishim mumkin, ya'ni blogerlar bilan video olib, shunaqa o'yinlar, ya'ni kartalarda o'ynab o'tiramiz. Menimcha bu albatta sizlarga ham yoqadi. Xullas do'stlar, mana bitta qo'laymiz. Qani qo'laylikchi bolalar, nima chiqarkin? Hech nima chiqmayapti. Qani bolalar, mana shu hamma joy qo'lab tashladim bolalar. Xullas, endi mana bitta ham qo'lab ko'rmoqchiman. Qani qo'laylikchi, agar bolalar narsalar chiqsa zo'r, chiqmasa bilmayman. Xullas qo'lab ko'raman. Xullas do'stlar, mana bitta ham qo'lab tashlaylik. Xullas do'stlar, hozir GTL pastga tushiramiz. Let's go baby. Xullas GTL xo'rlangan bo'ldi. Xullas do'stlar, endi GTL yopib qo'yamiz bolalar ustidan. Davaychi. Sekin ustidan yopaylik bolalar GTL. Davaychi. Sekin ustidan yopamiz. Qani bolalar, davaychi qolganini tosh bilan yopaveramiz. Davaychi. Sekin yopamiz tosh bilan, davaychi. Yopaveramiz. Xullas, davaychi yopaylik. Sekin pastda yopaveramiz. Kirga kirib ketyapti. Davaychi xullas yopdik. Xullas bolalar, videom shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Do'stlar, keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.